Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, mana sizlarga 200 kvadratlik ob'yomda bitganini aytamiz. Mana 10 santimetrlik qalinlikda pina lo'mboz bo'lgan. Mana ustamizning o'zi ham shu yerda. Hozir so'raymiz qanday ish jarayon, nima bo'lgan. Usta akamiz, bu qalinligi qancha bo'ldi? Videoni nimani pina lo'mbozimizni? Vavisimizning qalinligi 10 santimetr bo'ldi. Aha. Mana o'shancha Sinab ko'rsatishimiz mumkin. Mana 10 santimetrlik mig'imiz. 10 santimetrlik. Hozir 10 santimetrlikni ko'rsatamiz deyapti usta akalar. Mana hozir qo'yib qo'ydi mana. 10 santimetrlikni pina lo'mbozimiz o'zi tayyor holatda bugun egasiga topshirilyapti. Nasib bo'lsa sifatli holatda chiqdi. Kachествasi zo'r. Obunachilarimizga ham tavsiya etib qolamiz pina lo'mbozni. Bu loy xarajatlaridan ancha sizga ekonom, vaqtingizni, pulingizni tejab qoladi degan umiddamiz. Ustalarimiz u yog'ini hisob-kitoblarni hammasini qilib beradi. Pastga telefon nomerlarini yozib qoldiramiz.